Hop, assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun programma birrov bo'ladi. Hop, bugungi mavzuyimiz, ya'ni birinchi videomiz ChatGPT da xuddi ya'ni shu ilovada rasm yaratish, ya'ni birorta logo yo boshqa narsa yaratishni o'rganamiz. Misol uchun hozir biz YouTube uchun preview tayyorlab olamiz, ya'ni video ustiga birorta mavzu oladigan bo'lsa, shuni yozib qo'yadi. Hop, endi sun'iy intellektni video yasash o'rgatamiz. Kuniga bor yo'g'i bu ChatGPT agar pulli versiyasini yoqmagan bo'lsanglar, 3 tagina rasm yaratsanglar bo'ladi. Hop, endi sizlar bilan oldin biz kanalimizni tanishtiramiz. Biz yangimiz, hozir yangi kanal ochganmiz. Oldin YouTube'da bo'lmagan. Xuddi shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, 300 ta bo'lsak, yanada ko'proq mavzularda videolarni yaratamiz. 150 bitta obunachi, atigi 5 ta video. Hop, qani yo'qsa videoni boshladik. Birinchi ChatGPTga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin bizga rasm kerak. Ya'ni ChatGPT bilan oldin so'rab ko'ramiz. Birinchi: "Salom GPT, bizga rasm, ya'ni preview kerak." Preview degani u video o'sha biz uchun kerakli rasm. Narsa qildi, aytdi. Albatta bizga YouTube'ga preview. Biz bu yerda o'z narsamizni yozib olamiz. Misol uchun bizga qanaqa rasm kerak, qanaqa uslubda deyapti. Sizlarga o'sha qanaqa uslubda rasm kerak deyapti. Endi biz o'z rasmimizni aytamiz. Misol uchun YouTube preview kerak. Videoga deb yoza olamiz va ustiga mavzu chat GPT bilan turli xil rasmlar yaratish bepulga deb yozib olamiz. Endi bu yoqda ham video, ya'ni rasm qanaqa bo'lishini ayta olamiz. Unda chat GPT logosi va yonida bir odam. Endi o'zim menga yoqadiganini aytib olyapman. Hop, yonida bir odam yaratayotgani kerak va rasm tepasida katta harflar bilan yozilgan, ya'ni katta harflar bilan videoyimiz mavzusi yozilgan bo'lishi kerak deb yozib olamiz. Qolgan narsalarni ham so'raydi agar sizlardan o'sha misol uchun haqiqiy realistik uslubdami yoki boshqa nima bo'ladi. Bir realistik uslubdami yo anime rasmlar yaratsa bo'ladi. Uni ham keyingi video darslarimizda o'rgatib o'tamiz. Agar kanalimizga obunachilar 300 tadan o'tsa. Hop, endi aytayaptiki, rasm yaratilyapti deyapti. Bir 5 minutcha vaqt ketsa kerak rasm yaratishga. O'shaning uchun videoni ma'lum bir vaqtgacha to'xtatib turamiz. Mana videoni ham davom ettirib ketyapmiz. Hop, biz kutdik orzuimcha. Mana processing image deyapti. Rasm yaratilyapti deyapti. Keyin men undan keyin yozdim. Qachon yaratib bo'lasan rasmni desam, hozir server yuklama yuqori bo'lgani uchun rasmni yaratish bir oz vaqt olyapti. Odatda 1-2 daqiqa tayyor bo'ladi, lekin ba'zida biroz ko'proq kutishga to'g'ri keladi. Agar xohlasangiz men sizga shu vaqtda tayyorlab bera olaman deyapti. Balki lekin menda ko'p kishida xatolik bo'ladi. Rasm yaratib bo'lgan bo'lsa ham processing image deb qo'yadi. Hop, shuning uchun hozir sizlarga yana bir fishka o'rgatib ketaman. Bu yerda aytasizlar. Hop, agar rasm tayyor bo'lgan bo'lsa, menga uni PDF fayl orqali yubor deysizlar. Yubor bo'laveradi. Orqali desanglar ham, ko'rinish desanglar ham. Hop, rasm tayyor bo'lishi bilan men sizga PDF faylni ko'rsatib beraman. Menimcha tayyor bo'lmadi. Yoki hozir yana bir usul bilan yozib olamiz. Menga rasmni desanglar, agar tayyor bo'lgan bo'lsa,
Hali tizim rasmini yuklab bermadi. Men yaratishga yuborganman. Tayyor bo'lishi bilan shu yerning o'zini sizga ko'rsataman. Hop do'stlar, hop hali rasm tayyor bo'lmabdi. Uzoq o'sha 10 minutlarda tayyor bo'lsa kerak, chunki rasmimiz ham mukammal rasm, ili preview-ku o'shanga qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Sizlar osonroq rasm so'rasanglar 2 minutlarda qilib beradi. Yana ozgincha vaqt kutib turamiz menimcha. Yoki yana bitta usulni o'rgatib beraman. Agar rasm sizga ko'rinmasa, processing image deb turaversa, mana bunday bo'lib, hoppa, ChatGPT ga o'tasizlar, ya'ni mana bu yoqqa o'tasizlar. Mana shu yerga bosasizlar. Keyin mana yerda library degani bor. Shuni bosasizlar. Bossanglar, agar rasm tayyor bo'lgan bo'lsa, u yerga chiqarib berish kerak. Menimcha mana bu yerda bitta rasm turibdi. Va bu bizning asosan ChatGPT for images. Mana rasm tayyor bo'libdi do'stlar. Shunday qilib buni save, ya'ni mana buni bossanglar pastdagina. Mana shuni bossanglar, mana rasm yuklandi deyapti. Sizlar bilan bugungi videomiz tugadi va yaratib berdi. Preview rasm. Yuklab bo'ldi. Rahmat deyishinglar shart emas ChatGPT, chunki odam emas desam hazillashgan bo'laman. Ammo bugungi videomiz tugadi. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan program